Aleyküm hürmetli aboneçilerimiz. Bugünkü növbətdəki uyumuz Raycenter 39 koleji arkasında arzan sıfatlı uyumuz çıktı. Narxını 2,5 milyon so'm dedi. 3. etajda 2 kanal ekan bu joyimiz. Hal sharoitlari bilan tanishtirib chiqamiz. Bir giraverish qismi ekan. Giraverish qismida shunday rakovinalari bor ekan. Patologlarimiz natijnoy. Akkurat adamlar beriladi ekan. Bu yanimiz zal. Hal sen ko'rsatib chiqamiz. Jaluzi perdeler durdu. Han tahtası var. Patologlarımız için natijnoy. Bu yerda televizorni spalniyaxonaga girgizib qo'yib ekanlar. Agarda xohlasa chiqarib bu yerda qo'ysangizdar ham bo'ladi ekan. Lyustralar ham qo'shray. Bu yerda bir odamlikdan 2 dona spalniyasi bor ekan. Bu yerda televizorimiz. Patologlarimiz natijnoy bu yerda ham. Narxi 2,5 milyon dedi. Bu koridorimiz to'pli bo'l ekan. Yerimiz tuvalet vannası. Ariston tuvalet vanna hem mera akkuratni. Yan tarafımız kuxnyası. Kuxnyasından şu perdeleri var. Kuxnya mebellerini görüşeceğiz mümkün. Bir yerde avtomatik yer maşinayla ya da xaladilnik kichkina akkuratni deb şöyle ixcham yönetip joylashtirib qo'yib ekanlar. Akkuratni adamlara beriladi. Narxi 2,5 milyon so'm dedi. Kime shunday sifatli arzon uylar kerak bo'lsa bizlarga murojaat etaversa. Telefonlarimiz 77lik 347 99 99 99lik 686 36 36